Dushman kelin. 5 kunlik dunyo seriali tomoshabinlarni xursand qilishni davom ettiradi va allaqachon 17 oktyabr 2025 yil kuni Milliy TV kanalida soat 19:00 da 5-qismi namoyish etiladi. Har bir qism obrazlarning chuqurligi va munosabatlarning haqiqatga yaqinligi bilan hayratga soladi. Tomoshabinlarni boshidan oxirigacha qahramonlar bilan birga his qiladigan holga keltiradi. 5-qismda intriga yanada kuchayadi. Kutilmagan voqealar bosh qahramonlarni sinovdan o'tkazadi. Ularning qarorlari esa tomoshabinlarda katta emotsiyalar uyg'otadi. Aktyorlar ijrosi alohida e'tiborni tortadi. Har bir his-tuyg'u samimiy va ishonchli yetkaziladi. Syujetning dinamikasi doimiy taranglikni saqlaydi. Rejissura har bir detalga e'tibor qaratilgan. Bu esa serial dunyosiga to'liq shongish imkonini beradi. Musiqiy bezak va vizual tomoni esa tomoshabinlarni serial atmosferasida ushlab turadi. Ushbu serial zamonaviy o'zbek televiziyasida drama, emotsiyalar va hayotiy hikoyalarni qanday uyg'unlashtirish mumkinligini namoyish etadi va har bir qismni esda qolarli hamda hayajonli qiladi. 5-qism ayniqsa yorqin va emotsional bo'lishi kutilmoqda, uni o'tkazib yuborish mumkin emas.